Man akhlasa lillahi 40 yawman zaharat yanabi'ul hikmati min qalbihi ala lisanihi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu bodan ushbu hadis rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: kim 40 kun Alloh uchun, Allohning rizoligi uchun xolis amal qilgan bo'lsa, Xudoy taborak va taolo qalbidan tiliga hikmat buloqlarini oshkor qilib qo'yadi dedilar. Qalbidan tiliga chiqarib qo'yadi Xudoyim. Uni og'zidan chiqayotgan talaffuzlar faqat hikmatli gap chiqadi undan. Uni qilayotgan bitta amali 40 kun xolis ibodat qilsa, misol uchun birov alhamdu o'qiydi 40 kun. 40 kun mingtadan tasbih aytaman 40 ming deydi. Men deydi bir kunda 1000 tadan salovat aytsam 40 kunda 40 mingta salovat aytaman deyotgan narsasini o'zi biladi, Alloh biladi. 40 kun bo'lganda endi uni qalbidan Xudoyim tiliga hikmat buloqlarini oshkor qilib qo'yadi. U odam bilan gaplashsangiz maza qilasiz, rohatlanasiz, undan foyda olasiz. Uni turishi nasihat, og'zidan chiqayotgan talaffuzi nasihat. Chunki u Alloh uchun unaqa amallardan nechtasini 40 kunlab qilyapti. Xudoyim hammamizni ham shunaqa xolis ibodat qilishlikka Alloh o'zi yordam bersin.